Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglər. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək olsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı rəisi Dolqun İsa, Qurultayının bayanatçısı və Qurultay Berliniş xanasının direktori G'ayur Qurban, Qurultay Uchur Təşviqat Mərkəzinin müdiri Baxtiyar Ömər və Qurultayının Gollandiya vəkili Cesur Lager şahidimiz Qalbinur Sıdıq xanım qatarlıqlar 10 avqust günü Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün ziyaretini qəbul qılğanda, hazırkı vəziyyətdə çət əllərdəki Uyğurlarının vətənə ziyarətə berişinin muhaciratdakı milli hərəkətimizin obrazıga qarşı sürtüb qalmay, Uyğur irqi qırğınçılığın dünyaga to'ntish uchun yillardan buyon vujudga chiqqan mujadillarni yolg'onga chiqarish rolini o'ynaydiganligini ta'kidlashdi. Qurultay rəisi Dolqun İsa əfəndim 5 avqust şənbə günü çağırılğan 7-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı umum vəkillər tor yığında qılğan sözüdə Xitayning Uyğurlar qaratqan chegara halqan bastırış siyasəti yuqori pəlləyə chiqqan chet ellərdəki Uyğurlarning vətəndəki tuqqanlarını görüb bilish, bexatarlik organları orqali chet ellərdəki Uyğurlarga bevosita tehdid silish, ularni bir-birini nazorat qilish qistash, chet ellərdəki Uyğurlarni turlik vositalar bilan vatanga ziyoratga berish qiziqtirish yoki majburlash orqali ularni atalmish Şinjan hikoyasini yaxshi so'zlash, Xi Jinpingning yangi davrdagi Şinjanni idora qilish strategiyasini amaliylashtirish, Junxo millati o'rtaq engini oshirish tashviqot uchun xizmat qildirishga urinayotganligini, xalqimiz hayot mamatlik xavfga duch kelgan bundaq xalqiliq bir paytda chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning vatanga berishining amaliyoti Xitoyning yuqoridagi razil siyosatlari uchun xizmat qilishdan boshqa narsa emas deb ko'rsatgan. Va Dolqun İsa әпәндимнең mazkur bayonlari Qurultayning axborot vositalarida e'lon qilingan edi. Xitoy hokimiyati xalqaro besimga taqobil turish hamda o'zlarining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va jazo lagerlari siyosatini yoshirish uchun turk islom ellardagi diniy zotlarni, axborot sohasini, Xitoydagi chet el elchilarini Sharq Turkistonga ziyorat qildirib, ta'tir tashviqotlarini kuchaytirayotgan bir mezgilda chet eldagi bir qism Uyg'urlar orasida vatanga berish to'lqinining ko'tarilishi muhojiratga Uyg'ur jamoat orasida kuchli xulg'alar va noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Dolqun İsa əfəndim 10 avqust Erkin Asiya Radiosu qılğan sözüdə Uyğurlar məsələsi xalqaralashqan, Xitoy ağır besim ostida qilayotgan bugünkidek kunda muhojiratga Uyg'urlarning vatanga berishining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini yushirayotgan Xitoyning ta'tir tashviqotiga moslashish bo'lib hisoblanganligini eskartdi. U sözüdə bütün bir millat qirg'inchilikqa duch kelayotgan bundaq bir vaziyatda muhojiratga Uyg'urlarning o'zlarining inson axloqiga dog' tushirmasligi lozimligini ta'kidladi. Onun bildirishicha, hozirgi vaziyatda vatanga ziyoratga berish muhojiratga milliy harakatning obraziga qarshi surtib qolmay, Uyg'ur irqi qirg'inchiligini dunyoga to'ntish uchun yillardan buyon vujudga chiqqan mujadillarni yolg'on chiqarish rolini o'ynaydi. Xitoy hukumati 2016-2017 yildan boshlab bu rasmiy irqiy qirg'inchilik siyosati boshlagandan keyin vatandagilar bilan vatan sirtidagilarning aloqalari tamoman uzilgan. Vatan ichidagilar hatto chet eldagi tuqqanlardan voz kechib tamoman berib kelish to'xtagan bir vaziyatda. Xitoyning maqsadi tamamen Uyg'urlarni yo'q qilish va yoki xitoylashtirish va Uyg'ur kimligidan uzoqlashtirish. Bu siyosati aniq va bugun o'zgargani yo'q. Ammo dünyada Xitoyga bo'lgan besimlar, Uyg'ur tashkilotlarining, faoliyatchilarining, kamp shohidlarining va xalqarodagi inson haqlari tashkilotlarining ep bo'lgan uzluksiz faoliyatlari natijasida Birleşken Devletler Teşkilatı'da olsun, Amerika başlık, Avrupa İttifakı başlık demokratik devletlerde nurgulgan Xitoyga qarshi kayfiyat şekillendi ve Xitoy hükümeti hakikaten qattiq besim ostida qolganligi uchun bugun taktikasini o'zgartib, mana xohlagan chet elga chiqib kirsa bo'ladi, chet eldagilar kelsa bo'ladi degan shaklda bir o'yin o'ynayapti. Bu Xitoy hukumatining maqsadida, niyatida o'zgarishning bo'lganligi emas. Faqatlam taktikasini o'zgartirdi. Yeni çapan kivatıdı ama okşaş siyasetini davamlaştırıvatıdı. Endi bunda bir şaraitning o'zida vatanga berishning o'zi Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini biz qilmayapmiz deb Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rad qilish uchun epirayotgan xalqarodagi bu dezinformasyon, yolg'on uchur taqitish siyosatining harakatiga xizmat qilganlik bo'ldi. Uyg'urlar bu masalada qalin ishlatish kerak. Bunda bir sharoitning o'zida Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rad qilishdan iborat bu suiqasdning bir parchasi bo'lmasligimiz kerak. Bu ziyorat shu suiqasdning bir parchasi bo'lib qolganlik bo'ldi. Xitoy burun chet ellik mutaxassislarni va yoki chet ellik diplomatlarni ko'proq musulmon davlatlaridagi aziz davlatlardagi insonlarni olib kirib bu qirg'inchilikni rad qilishga uringan. Bumi yetarli bir ta'sir ko'rsatmagandan keyin endi mana Uyg'urlarni kelib ketdi deb bu o'zining epirayotgan bu tashviqotini, bu jinoyatini oqlash uchun Uyg'urlarni yana suiiste'mol qilmoqchi. Tarixdan saboq ilishimiz kerak.
Bu erkiy qirg'inchilik to'xtamaguncha bir qanchimizning urug' tuqqanining qo'yib berilishi, bir qanchasining vatanga berib kelish yo'lining ochilishi bu erkiy qirg'inchilikning tugaganligining alomati bo'lmaydi. Shuning uchun kallamizni sagak tutishimiz, Xitoyning bu o'yinlarga olat bo'lmasligimiz, hech bo'lmasa bir vijdoniy, axloqiy majburiyatlarimizni chiqish nuqtasi qilib harakat qilishimiz kerak. Hamma odamning ota-onasini ko'rgisi keladi. Hamma odamning vatanini ko'rgisi keladi. Bu tabiiy haqqi. Ammo bugun Uyg'urlar bir qirg'inchilik duch kelyapti. Butun bir millat yo'q qilishga da'vo. Xitoyning maqsadi shu. Shuning uchun bu masala kelgan chaqda har bir Uyg'ur sagak o'ylash kerak. Har bir Uyg'urning bu erkiy qirg'inchilikni to'xtatishda bir mas'uliyati, axloqiy va vijdoniy mas'uliyati bor. Davlatlarning qonuniy mas'uliyati bor. Butun insoniyatning mas'uliyati bor davlatimiz. Shuning uchun bugun dunyoda nurg'un davlatlar Xitoy bilan bo'lgan savdoda nurg'un ziyon tortayotgan bo'lsa-mu, bu qonuniy va axloqiy majburiyatlarni chiqish qilib turib, nurg'un shirkatlar, hatto davlatlar Xitoy bilan bo'lgan tijorat masalasida orliq qo'yyapti va Xitoy bilan tijoriy shirkatlarga nisbatan jazolash tadbirlarini olib boryapti. Xitoy chet ellik mutaxassislarga, parlament a'zolariga, davlat arboblariga qarorlastik qilib Xitoyga birinchi shaklidi. O'xshashla G'arb dunyosimi Xitoyning Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi bilan munosabatli bo'lgan Xitoy amaldorlarini qarorlastik oldi. Demak, dunyo bu masalaga shunchalik sezgir va qat'iy muomala qilayotgan vaqtning o'zida biz Uyg'urlar ota-onamni seg'inib ketdim, qarindishimni seg'inib ketdim deb kichikkining shaxsiy manfaatidan voz kechmay uyaga borganlik bu eg'ir darajadagi shaxsiyatchilik. Biz uni xoin umida demaymiz, ammo eng oxirida uning ep bo'lgan natijasi Xitoyning ep berayotgan mushu siyosatiga davoni ajizlashtirish, chet eldagi milliy harakatni yolg'onchilik bilan qaralash va bizga yordam qilayotgan davlatlarni, parlamentlarni, xalqaro tashkilotlarni, insonlarni, shirkatlarni yolg'onchi chiqarish harakatining bir parchasiga aylanib qolamiz. Bu jinoyat shakllantirgan bo'lamiz shu vaqt. Baxtiyor Ömer әпәндімнің баян қылышыча, ұйғырларның вәтенге зияретке беріші, ұйғыр ирқи қырғынчылығын e'tirof qilgan davlatlarda yomon ta'sir paydo qilsa, uni e'tirof qilish oldida turayotgan davlatlarda mo arsaldiliq paydo qilib qo'yish mumkin ekan. Hozirgidek bir vaqtda Uyg'urlarninki turkumlab vatanga berishi Xitoyninki tashviqotiga onglik yoki ongsiz holda yordam berishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Buningki Uyg'urlarning atrofidagi chet elliklarga beradigan ta'siri bo'lsa, Sharq Turkistondagi ahvol, ya'ni erkiy qirg'inchilik to'xtabdi, ahvol yaxshilanibdi, erkin berib keladigan bo'pti, deydigan bir ta'sirni bersa, Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilmagan yoki shu to'g'riliq kuchayotgan siyosatchilar yoki davlatlarga o'zining xizmatini taslashtiradigan yoki ilinmoqchi bo'lgan qaror, qonun qatorliq bir turkum xizmatlarga ig'ir ta'sir qilishi, bu ishlar joyida to'xtab qolishi, to'xtatib qo'yish mumkin. Shuningga Uyg'urlarningki vatanga berish masalasi faqat o'zininki shaxsiy bir ishi emas, aksincha butun millatga taqishadigan Uyg'urlarninki davosini cho'ktiradigan, uning og'ir salbiy ta'sir paydo qiladigan bir Xitoyga yordam qilayotgan bir ahvol bo'ladi. Qalbinur Sidiq xonimning qarashicha, Xitoy navbatda o'zining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini Uyg'urlarning qo'l orqali yepishga urinayotgan bo'lib, chet eldagi Uyg'urlar Xitoyning jinoyatlariga chapan yapadigan bu xildagi harakatlarda nihoyat sagak bo'lishi zarur. Növbətdəki murakkab bir vəziyyətdə Uyğurlarning vatanga berishi bu butunlay to'g'ri emas. Chunki Xitoy o'zining shu vatanimizdagi Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini, dafsanchiligini va insoniy qarshi jinoyatlarini yepish uchun dunyo va xalqaroning yuzini bo'yash uchun har xil shakldagi yolg'on manzarlarni yasayotdi va Shinjongning hikoyasini yaxshi aytish deb mushundaq temalarda Uyg'urlarni har xil millatlarni ashada usul o'ynayotgan, yaxshi turmush yashayotgan, ashundaq bir manzarani yaratdi. Undan sirt yana atrofdagi qo'shni davlatlarni shu vatanimizga ziyoratga, sayl sayohatga taklif qilib va ashadam yolg'on manzarlarni yaratib, shularning og'zidanmi shu vatan irqiy qirish degan narsa mavjud emas ekan, bu yerdagi xalqlarni tinch, ko'ngilli xotirjam yashab o'tibdi degandek mushunaq manzarlarni yorityotdi. Butunlay o'zining mablag'ini, butun kuchini mushunaq qaratayotgan mushunaq bir vaziyatda Uyg'urlarni o'sha vatanga berib, biz mancha yil bo'lgan tuqqanlarimizni ko'rishmagan deb, o'sha tuqqanlarni ko'rishgan, birga tomoq yegan, o'shalarni sayl qilgan, ziyorat qilgan manzarlarni yo'llashi, shu albatta Xitoyning tashviqotini tang ashlarga qilib bergan bu. Shuning uchun bu butunlay xato. Shuning uchun men bu yerda deydiganim, tavsiya qildiganim, Uyg'urlar uyqumizni ochayli, sagak bo'layli, Xitoyning dipiga so'ynamayli, Xitoyning tashviqotini qilib bermayli. Xitoy
Hozir mana bizning qo'limiz orqali, ya'ni shu Uyg'urlarning qo'li orqali o'zining tashviqotini kuchaytiryotdi. Ya'ni bu yig'ib aytganda Xitoyning shu butun dunyo xalqaroga o'zining yurtgan shu qirg'inchiligini, dafsanchiligini yushirish uchun yolg'on manzil yaratdi. Bunga biz tam dastak bo'lib, moslashib bermayli. G'ayri Qurban әпәндімі xalqarada Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'g'dash uchun nurg'ulg'an qonunlar tuzilayotgan, tadbirlar yo'li qo'yilayotgan bundaq bir vaziyatda ba'zi Uyg'urlarning vatanga ziyoratga berishi cho'ng xatolarga yo'l ochadiganligini ifoda qildi. Bu menchi bo'lganda tamoman xato, ne qabul qiloldigan, ne to'g'ri tushangil oldigan, millatning umumiy manfaatiga xilof qilingan qilmish bo'lib hisoblandi. Navbatda dunyoda 11 dan ortiq davlatning parlamenti Xitoy hokimiyatininki 2017 yildan boshlab aziz vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimizga elib borayotgan siyosatni rasmiy irqiy qirg'inchilik deb tanidi va butun dunyo miqyosida Uyg'ur masalasiga bo'lgan diqqat e'tibor tarixda ko'rilmagan darajada yuqori pallaga chiqdi. Dunyoda Uyg'ur qul emgakchiligini cho'rdigan asosda nurg'unlagan qonunlar barpo bo'lib, Xitoyninki xalqimizga qilayotgan bu bostirish siyosati, qul emgak siyosatini cheklash va uningga jazo berish dolqunlar ko'tarilayotgan mushta bir muhim bir paytda Xitoy hokimiyati yana shu Uyg'urlarninki qo'li orqali bir qancha ahmoq Uyg'urlarni vatanga berib, urug' tuqqanlarni ziyorat qilgan, ruxsat qilish orqali buni butun dunyoga keng ko'lamda tashviq qilish orqali butun dunyoda umumiy ko'z qarashga aylanayotgan Uyg'ur qirg'inchilikdan iborat bu haqiqatning bu paketni burmalashga, buning ko'langa tushirishga urinayotgan bu qilmishlarni qat'iy qabul qilish qolmaydi. Shuning uchun vatanga berish ko'ngliga kelgan qarindoshlarimizningki, vatanimizningki, xalqimizningki qiyin ahvolni ko'z oldida tutib, Xitoy hokimiyatininki bu o'yonlarga, bu suiqastlariga aldanmasligini, vatanimizning, millatimizningki manfaatini birinchi o'ringa qo'yishni talab qilaman. Amerika prezidenti Joe Biden ma'muriy buyruq imzolab, Amerikaning Xitoyning yuqori fan texnika sohasiga mablag' solishini chekladi. 9 avgust kuni prezident Joe Bidenning imzosi bilan e'lon qilingan ma'muriy buyruqdan qaraganda, Amerika hukumati amerikaliklarni Xitoy, Hong Kong va Makao, ya'ni Aumindagi sun'iy aql, yerim o'tkazgich va kvant texnikasi qatorliq yuqori texnikalik sohalarga mablag' solish va savdo qilishdan cheklaydi ekan va bundaq savdolarni Moliya ministrligiga xabar qilishni talab qildi ekan. Joe Biden buyruqda diqqat qilish tegishli davlatlarning sezgir texnikalarga ega bo'lishi paydo qilayotgan xavfning jiddiyligini tilga olib, bu ularning Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid soladigan faoliyatlarini elib berish iqtidorini ko'rinarli o'stirdi degan. Xitoy, Hong Kong va Aumin mazkur ma'muriy buyruqda diqqat qilish tegishli davlatlarda bekitilgan birdan-bir davlat va rayon bo'lib, bu Xitoyning qattiq o'g'isini qaynatgan. Xitoy savdo ministrligi 10 avgust kuni atdigan bayonot e'lon qilib, Amerikani bozor egiligi prinsipi va adil raqobat prinsipidan ig'ir darajada chetnab ketdi deb tanqid qilgan va bu qarorning yer shar sanoat aloqasi va ta'minlash zanjirining bexatarligiga ig'ir daxl yetkazilganligini ilgari surgan. Amerika Moliya ministrligi bo'lsa bu vaqtdagi bayonotida bu qarorni bizning ochiq mablag' solish va'dimizga kafolatlik qilish bilan birga davlat bexatarligimizni qo'g'dash yo'lidagi bir qaratmalik harakat deb ta'riflagan va Xitoyni sezgir texnika va mahsulotlarning taraqqiyotini ilgari surishning atrofliq uzun muddatli strategiyasining bir qismi sifatida Amerika solgan mablag'ni suiiste'mol qilib, uni harbiy ishlar uchun intayin muhim bo'lgan bir yurish sezgir texnikalarni ishlab chiqarish iqtidorini oshirishga ishlatdi deb ayblagan. Ma'lum bo'lishicha, ma'muriy buyruqni Amerika Moliya ministrligi, Amerika savdo ministrligi va shuningdek munosabatli organlar birlikda ijro qildi ekan. Ma'muriy buyruq Amerika prezidentining federatsiya hukumatining harakatini boshqaradigan imzoliq ko'rsatmasi bo'lib, u Amerika davlat majlisining tasdiqini talab qilmaydi. Amerika davlat majlisi uni og'dirib tashlay olmaydi. Amerika prezidentlari alayda ahvollarda bu huquqini qo'llanib kelgan. Sharq Turkistonda 6-oyning 25-kunidan 9-oyning 30-kuniga qadar davom qildiganligi e'lon qilingan 100 kunlik qattiq zarba berish harakati garchi har qaysi shaharlarda elib berilayotgan bo'lsa-mu, ammo Xotanda bu xil bostirishning eng qattiq ijro qilinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rishit apandining 8-avgust Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga bildirishicha, ular atalmış 100 kunlik qattiq zarba berish harakati boshlangan dastlabki mezgillarda Xotan viloyati tavasidan 150 Uyg'urning turmaga tashlanganligini,
2000dan ortiq Uyg'urning har xil bahonalarda atalmış tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga qamalganligidan xabardor bo'lgan. Xitoyning hukumat taratqullaridan Xotan viloyatlik televiziya idorasining 7-oyning 11-kundagi xabardimi Xotan viloyatida 100 kunlik qattiq zarba berish harakatining boshlanishidan nihoyat qattiq ilib berilganligi bildirilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi Ilshad Hasan apandining qarashicha, Xotandagi Xitoy mulozimlari ta'kidlayotgan atalmış muqim va xotirjam vaziyat Xitoy fuqarolari uchun yaratilgan bo'lib, rayondagi Uyg'urlar amaliyat eng qattiq nazorat va bostirish vaziyatida yashamoqda ekan. Xitoy taratqullaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 2023-yillik 100 kunlik qattiq zarba berish harakati Xitoy Jixi ministerligining bir tutash planlashi bilan ilib berilayotgan harakat. Ammo bu atalmış zarba berish harakati boshlanishida Sharq Turkistonning har qaysi shahar va viloyatlarida intayin dag'dug'lik ilib berilgan. Holbuki Xotan viloyatida bo'lsa eng qattiq ravishda davom qilmoqda ekan. Ilshad Hasan apandi Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida buning sababi haqida to'xtaldi. Uning bildirishicha, Xotanning Uyg'urlarning markazlik to'plashgan joy bo'lishi va bu joydagi Uyg'urlarning Uyg'ur madaniyat kimligi va diniy e'tiqodini saqlash irodasining kuchli bo'lishi qatorliq ko'p xil omillar Xitoy hukumatini qattiq ansirtib kelmoqda ekan. Şoňa 2016-yıllarning oxiri dunyoga oshkorlangan Uyg'urlarni lagerlar qamashdagi irqiy qirg'inchilik siyosatida Xotanda tutqun qilingan Uyg'urlar eng ko'p bo'lgan. Ayni yillari Sharq Turkistonning har qaysi shaharlarida barpo qilingan har 100 metrda birdan saqchi, 500 metrda birdan saqchi punkti bo'lishdek nazorat modeli 2020-yilga kelganda xalqarodagi besim sababli Sharq Turkistonning Urumchi qatorliq bir qism cho'ng shaharlarda ilib tashlangan bo'lsa-mu, ammo Xotanga o'xshash nurg'unlagan rayonlarda hali mavjud ekan. Sharq Turkiston Xitoy hukumati tarafidan butkul Xitoyning ochliq bexatarligiga kapolat qiladigan baza qilib bekitilgandan keyin bu yil Sharq Turkistonga ochliq ishlab chiqarishning ish miqdori Xitoy bo'yicha 1-o'ringa o'tgan. Xitoyning Tangirtog to'g'ri qatorliq hukumat taratqullari tarqatgan xabardan qaraganda, bu yilning oldingi yarmida yozliq ochliqda umum hosil 7 million 12 ming tonnaga yetib, bultirqiga silishtirganda 460 ming tonna oshgan. Yazlıq açlıq hosilda tarixdagi yangi yuqori seviye yaratilib, umum hosilning ish miqdori Xitoy bo'yicha 1-o'rinda turgan. Xitoyning Tangirtog to'g'ri bu vaqtdagi xabarda mundaq degan: Şinjan açlıq bexatarligidagi tashabbuskorlik huquqini qo'lda ching tutib, davlatning açlıq bexatarligi uchun faol to'kpi qo'shdi. Bu yildan buyon Şinjandagi har darajalik tarmoqlar davlatning yangi bir navbatlik 100 milliard ching açlıq ishlab chiqarish iqtidorini o'stirish harakatini zich sho'rdab, Abnum rayoni ichida 5-chi bo'lish davlatni ta'minlashdan iborat açlıq xizmati fangjini bo'yicha yozliq açlıq ishlab chiqarishni butun kuchi bilan ching tutdi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonning açlıq ishlab chiqarishiga kapolatlik qilish uchun açlıq terolg'i ko'lamini kengaytgan bo'lib, Sharq Turkiston bo'yicha yozliq açlıq ishlab chiqarish ko'lami jami 18 million 164 ming mo'ga yetkazilib, oldingi yildagidan 792 ming mo' ko'paytirilgan ekan. Cümleden Sharq Turkistonga terolg'i yerning ish miqdori bo'yicha 1-o'ringa o'tgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonni Xitoyning ochliq bexatarligiga kapolatlik qilgan ochliq bazasi, meva bazasi va go'sht bazasi qilib bekitgandan sirt, yana energiya ishlab chiqarish bazasi qilibmi bekitgan edi. Ular rayonda 8 cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pini yo'lga qo'ygan bo'lib, mutlaq ko'p qismi Uyg'ur majburiy emgaki va Sharq Turkistonga ig'ir muhit bulg'anishi bilan bevosita munosabatlik bo'lgan neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish, pishiqlash, elektr, kömür ximiya sanoati, paxta to'qimchilik, kiyim-kechak, oshliq, meva ishlab chiqarish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Dunyo Uyghur Qurultayı qatorliq chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari Xitoy hukumatining 2017-yili Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni yo'lga qo'yish bilan birga rayondagi tabiiy boyliqlarni so'mirishni kuchaytirayotganligini, rayonning yer osti va yer usti boyliqlarini haddi hisobsiz ichib, ekologiyalik tangpungliqni buzayotganligini ayblamoqda. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.